Sun Wukong tağının astida 500 yil yotgan vaqtning o'zida nima uchun Pasha, Chivin degandek narsalar o'zgarib chiqib ketmaydi? 500 yil chidab yotadi, buning mashundaq 70 xil o'zgarish marti batusa deydi. Mazmun qiziqadiganlar meni go'nji qilib birdan yaxshi yurak urib o'tib davomini anglar. G'arbki sayohat nomli asardagi eng qiziq bir nuqta Sun Wukong Arish ordusini malmon qilgandan keyin buning hech kim tanqilanmaydi. Shuning bilan Amitabh Buddha bu yerga kelgandan keyin Sun Wukonglar uchib, Sun Wukongning oxiri 5 anasir tig'ining ostiga 500 yil bostirib qo'ydi. Hem de bu vaqtning o'zida Sun Wukongning 70 xil o'zgarish marti va bu tog'ning ostidan balak narsa kichikroq narsa o'zgarib uchib chiqqan bulut asli. Nima uchun shunday chiqib ketmaydi? Hem de asarga qarasak, har bir alvasning bir xil ojizligi bor. Shunday har bir avliyoning bir ojizligi bor. Sun Wukongning ojizligi naq shu tog'. Shuning uchun bu yerga Amitabh boshqa narsaga bostirib qo'ymay, Sun Wukongni shu tog'ga bostirib qo'ygan. Unda Sun Wukong chiqas olmamdi degan vaqtning o'zida Sun Wukong ayniqsa qanday qilgan? Haqiqatan chiqib ketmoqchi bo'lgan. Chiqib ketgilmi tas qolgan. Endi bu vaqtimizda Amitabhga Sun Wukong bu anasir tig'idan chiqib ketgilibdi deganda Amitabh qanday qildi? Ya'ni yendik yordamchilarga bir chaplaq farmon chaplog'idan birini avatib berdi. Shuningdek buni shu taqqa chaplab qo'ygandan keyin Sun Wukong qaytlardan bostirilib ketdi, ikkinchi bu yerdan chiqolmadi. Endi bu chaplaq nima deganda buning ismi Liu Jin Tieke. Endi bu nima deganda buning mazmunini so'rasanglar o'qimayman, lekin buning xislati naf cheklash buyrug'i. Yani şu çaplangan dairde 800 çakırım dairinin içinde hiç qanday evliya ve alvasti özünün sihri karametini işiltenmeydi. Bu muşundaq alaydı bir engişler. Şunun için muş vaktimizde Sun Wukong qaidlerden tağının astığı bastırılıp gitti. Bu vaktiki Sun Wukong en destekli taş maymun aldığı qaytıp kaldı. Şunun için bunun adı hiç qanday sihir karameti yok, qaytib uçup chiqib ketmaydi, oltin gürsünü işiltenmeydi, bir adetki maymun altı qaytib kaldı demekçi. Hem de bu maharet Amitabh Buddha'nın en katı maharetlerinin birisi. Yani Amitabh'ın emeli sihir gücünün 100% desek, şu vaktimizde 50%'ini iş kısagan. Yani Amitabh Sun Wukong'un undaq asan yenivaga iş yok. Bütün gücünün yerini işiltip durup, Sun Wukong'u aran şu tağının astığı bastırıp koyaldı. En katı en güçlerini işiltip Sun Wukong'u aşağıya band koğutu aldı. Şu an Sun Wukong 500 yıl yetiş jarayonida mı bu yerga bire evliya, bire alvasının kilanmasılık sebep delmiş yerde. En ahırda Sun Wukong bu yerden qanday chiqib ketdi? Tangsin kilip şu perman chaplığını elvatdi. Şunun bilan Sun Wukong o'zi chiqdi. Şu vaqt Tangsin kilip Sun Wukong'um deydi-ku, "Voy men diye bir bire ketmen, gürjek, joto binas yo'q-ya. Siz bu yerdan qanday qo'llab chiqarib oldim men bu quruq qo'l desa, voy ustoz. Mening sizning chiqib olishning hojati yo'q. Baş perman chaplığını eplavaslar men üzerine chiqa olmayman" dedi. Shuni evatgandan keyin Sun Wukong'ning ayında sihir karameti derhal asli kilip tağdan uçup chiqib ketdi degan gap. Shuning uchun bu chaplaqni bir fabo deymiz hisoblamash asarki bir eng güçlülerining birisi. Endi shu vaqtning o'zida Sun Wukong'ning avliyo peshvosi o'zining 8 ko'zlik otash o'chig'ida tavlagan 49 kun tavlasimi o'lmagan, kuyib ketmagan Sun Wukong'di. Biroq non makli safarda qarsak, Qizilbosh tugunakning o'tida kuyib o'lib ketdi, tas qoldi. Neyim için şunda oldu? Acaba Sun Wukong tağının astı 500 yıl yetiş jarayonida ojizlab ketdimi bunun sihri gücü? Bu mazmun qiziqadigan do'stlar, meni go'nji qo'yinglar. Keyingi sonda mush to'g'ri paranglashimiz. Rahmat.